Demak, mana keyingi shalpanqaloq trigonometrik masala, misolmi, masala tenglama, короче. Normalni topish kerak, to'g'rimi? Normalni kim desa x deysiz. Ana endi qarang, mana uni hadma-had bo'lasizmi? Hadma-had bo'lsangiz, mana pi plus x taqsim 3 bo'lsa, bu pi plus bo'lsa, bu 3-chorakka o'tib ketadi. Kosinus bechara 3-chorakda minus bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bu minus nima bo'lyapti? Kosinus x taqsim 3 bo'lyapti. Bu nima? 1,5 pi degani 1,5 pi bo'lsa, pastga tushadi. Plus bo'lsa 4-chorakka o'tadi. Kosinus 4-chorakda plus, bu 1,5 bo'lgani uchun ota almashib sinus bo'ladi. Demak, bu ko'paytirilgan nima bo'ladi? Sinus x taqsim 3 bo'ladi. Buni hamma biladi. Keltirish formulasini bir bala deydi. To'g'rimi, yo'qmi? Ana endi bu teng bo'lyapti. Mana bu minusni bunday qilib turib, mana bunday plus qilib bersam bo'ladimi? Endi bu yerda unday qilsak yarashmaydi-da. Keyingi qatordan yozib ketyapman-da, to'g'rimi? 5 bo'lingan 48 bu tangens 2 ta alfami? Mana o alfa-ku, burchakka qanaqadir? Tangens 2 alfa degani bu 2 ta 1,5 pastda 1 minus 1,5 ni kvadrati 225 degani, bu degani 9 taqsim 4 degani. Buni любойdan bilan 225 degan. Mana o 3 bo'ladi. Buni abrikadabra qilsangiz, mana bu 4 minus 5 bo'ladi, to'g'rimi? 4 tepaga chiqadi. O'zi bu yerda 3 da 12 bo'ladi. Keyin bu minus 5 bo'ladi, minus qoladi. Bu 12 bo'lsa, bu bilan bu ketadidagi 4 bo'ladi, to'g'rimi? Keyin mana bu yerda qolgan narsani tushundingiz-a? Srochni 2 ga ko'paytirasiz ikkala tomonni. Keyin mana sinus ikkilangan burchagi bo'ladi. Sinus nima bo'ladi? 2x taqsim 3 teng bo'ladi, minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Buni 2 ga ko'paytirasiz, minus 1 taqsim 4 qolgan-ku. Ana endi bu yog'i nima bo'ladi? Jonajon birlik aylana bo'ladi. Jonajon birlik aylana degani nima degani desangiz, mana bu yerda bunday qilamiz. Yana nima bo'ladi? Sinus yarim bo'lsa, mana yarim bo'ladi. Mana shunday qilamiz. Mana bu burchak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda argument 2x taqsim 3 teng bo'lyapti. Minus 1 darajasi bu n plus 1 yarim degani pi taqsim 6 plus pn bo'ladi. Buni ikkala tomonni mana 3 taqsim 2 ga shunday qilib ko'paytirib yorsak, mana bu yerda ham hammasini nima qilamiz? 3 taqsim 2 ga ko'paytirib yorsak, bu yerda g'irt x paydo bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu bilan ko'paytirganimizda buni bilan nima bo'ladi? 2 bo'ladi, bu bilan 4 bo'ladi. Ya'ni minus 1 darajasi n plus 1 pi taqsim 4, to'g'rimi? Plus nima bo'ladi? 3 pi n taqsim 2 bo'ladi. Bu yerda virgul n zo'rroq bo'ladi. Mana shunaqa yechim chiqayotgan shalpanqaloq misolda turkumiga kiradi va she'rida. Tushunarlimi, yo'qmi? Demak, yana shu shalpanqaloq trigonometrik ifodalar bir bala tam aniqlanish sohasi, mana o'roqda yechim, unday bo'lsa bunday, bu ishlayapti. Hammasi shalpanqaloq, to'g'rimi? Aniqlanish sohasini topgisa nima deymiz? X katta yoki teng 0 deymiz, to'g'rimi? Keyin mana uni keyin qaragan paytimiz 0 chiqib ketadi. Hozir keyin minus 2 minus x'imiz ham 0 dan katta deymiz, to'g'rimi? Keyin nima deymiz? Mana bu yerda x deymiz, teng bo'lmasin deymiz, zo'rroqga deymiz. Nima uchun desa, mana bu zo'rroqga teng bo'lsa, mana bu sinus pi bir bilan 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun mana bunday deb qo'yamiz, to'g'rimi? Ana endi mana bu yerda bu x katta yoki teng 0, bu yerda x kichik yoki teng 2 zo'rroq emas desak, mana bunday qilib chizayotgan bo'lsak, endi mana 0 butun bo'lgani uchun kirmaydi. Mana bu borda gap. Keyin mana bu yerda 2 ham kirmaydi, mana 0 bo'ladi. Keyin mana bu yerda 1 da ham teshib qo'yamiz. Chunki 1 ham nima bo'ladi? Butun son bo'ladi. Demak, mana shu yerda mana shunday bo'ladida, to'g'rimi? Buni endi o'zbekcha yozsak nima bo'ladi? 0 dan 1 gacha united 1 dan 2 gacha bo'lar ekan aniqlash sohasi uxladi. Bunga kelayotgan bo'lsak, ikkinchisiga kelamiz endi, to'g'rimi? Yo tavakkal bosaveramiz to'xtagan joyda. Mana unday bo'lsa deyapti. Endi bu yerda kosinus musbat bo'lsa qarang, 2 plus 1 bala bo'ladi. Musbat son bo'lsa. Mana bu bechara eng katta qiymat 1 emas edimi? Shuning uchun mana unaqa bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. 2 dan katta bo'lolmaydi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda любой odam biladi, kosinus x teng minus 1 bo'lganda bo'ladi. Chunki mana bu 1 dan katta bo'la olmaydi-da. Ha, chunki bu 1 dan katta bo'lmasa, bu 1 bo'ladi. Ya'ni mana uni toza davay gazini bos desangiz 1 bo'ladi. Buni sen nima qilyapsan desangiz, eng kichkinasi 1 bo'ladi. Qachon desa mana unda. Ana endi bu minus 1 bo'lsa, sinus x teng birinchi trigonometrik aylanadan 0 ligini любой odam biladi. Mana uni o'rniga 1 minus 1 qo'ysangiz 1 taqsim 2 bo'ladi. Buni o'rniga 0 qo'ysangiz 1 bo'ladi. 3 dan 0-inchisi 1-ku. Isbotlayman uni. Shart emas, bu keyin 1,5 chiqadi. 1,5 mana so'roqni o'rniga 1,5 qo'yib qo'yasiz. Bunga kelsak, buni moduli yarim bo'lsa, o'zi nima bo'ladi? Yo minus yarim, yo plus yarim bo'ladi. Aytganda nima bo'ladi? Jonajon birlik aylana bo'ladi. To'g'rimi? Argument bilan ishim yo'q, keyin qarayman.
Yarim minus yarim bo'lsa, mana yerda mana plus yarim, mana yerda nima? Minus yarim, to'g'rimi? Endi bunday qilsak bu 30, 150, bunday qilsak minus 30, bunday qilsak bu 210. Ya'ni mana unga pn qo'shib yuborish bilan bu yoqqa o'tib ketasiz. Bunga pn qo'shish bilan bu yoqqa o'tib ketasiz. Endi faqat argument hisobga olib yozsak 3x teng plus minus pi taqsim 6, to'g'rimi mana? Plus pn bo'lyapti. Keyin 3 ga bo'lib yuborsak, bu окончательный yechimi nima bo'lyapti? X teng plus minus pi taqsim 18 plus pn taqsim 3 n zo'rra bo'lyapti. Shu bilan misol qiladi. Yechimi chiqdi-da. Nerga kelamiz? Endi qarang. Mana bu cosinus 2x mana bu bo'lsa, buni ikkita holatda ishlaymiz, to'g'rimi? Keyin cosinus x nima bo'lsin? 0 dan katta bo'lsin. 0 dan katta bo'lsa bu nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Keyin buni bu yoqqa o'tkazsak 2 bo'ladi. Cosinus 2x 2 bo'lganini ko'rgansizmi? Men hech ko'rmaganman. Eng katta bo'lsa 1 bo'ladimi? Значит, mana bu yerda yechim nima ekan? Yo'q ekan. Ana endi cosinus x nima bo'lsin? Kichkina bo'lsin. Bu minus 1 bo'ladimi? Bu minus 1 bilan ketadimi? Keyin bu cosinus nima? Cosinus 2x'imiz teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi cosinus 2x'imiz teng 0 degani nima degani? 0 bo'lsa mana bu yerda bo'ladi, to'g'rimi? Endi mana bu yerda musbat bo'ladi, mana bu yerda manfiy bo'ladi, to'g'rimi? Demak, mana bu yerda hozir mana uni holat uchun mana uni yechayotgan bo'lsak, bu 2x teng bo'ladi, pi taqsim 2 nima? Plus pn bo'ladimi? Chunki mana bundan bunga kelsa pi, bundan buyog'iga kelsa ham pi, bundan kelsa yana pi, bundan kelsa pi tengtiradi, to'g'rimi? 2 ga bo'lib yuborish bilan nima bo'ladi? Pi taqsim 4 plus pn taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi pi taqsim 4 bu 90 bo'lsa, har safar 90 qo'shilib ketsa, mana bu, mana bu, mana bu, mana bu degan yechimlar chiqadi. Bitta krugda 4 ta yechim chiqadi. Lekin siz mana bu yechimlarni nima qilasiz? Ola olmaysiz. Chunki manfiy degan shart bo'yicha olishingiz kerak. Shuning uchun mana bu yechimlarni nima qilasiz? Pitichka qo'yib olasiz. To'g'rimi? Ana endi mana uni bunday o'tkazib bersangiz, mana borku 135 bo'ladi. Bunday o'tkazib bersangiz, bu minus 135 bo'ladi. Shuning uchun hozir mana javobni mana bu yerda yozayotgan bo'lsangiz, endi javobni yozish kerak emas, mana oraliqda olish kerak. Mana pi, to'g'rimi? 2 pi gacha mana bormi? Mana 180 ga buni qo'shsangiz nima bo'ladi? 45. Pi plus 5 pi taqsim 4 bo'ladi. Demak, mana shu oraliqdagi yagona yechim. Endi mana bu yerda endi zo'rroq deb qo'yasiz, endi uncha qiziq emas. Tushunarlimi yo'qmi? Tamam. Demak, mana keyingisi trigonometrik tenglama. Eng oddiy trigonometrik tenglamalardan boshlaymiz. Tushuntirib ketaveraman, bu yerda nima bo'layotganini, to'g'rimi? Bu yerda endi muhimi nima bo'ladi? Endi mana bu nechinchi sinfda, 7-sinfdamiz, 8-sinfda trigonometriya o'tilganda u geometriyada bo'lar-ku. To'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchagining sinusi deb boshlaydi. Qarshida katet gipotenuzaga nisbati, kosinusi yopishganning gipotenuzaga nisbati. O'shani hammasini transfer qilamiz birlik aylanaga. Keyin mana bu birlik aylanaga transfer qilgan paytimiz mana nima bo'ladi qarang. Sinus x teng minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Keyin mana birlik aylana chizamiz. Birlik aylanada bilamizki, mana bu sinusning eng kichik qiymati mana bu yerda erishadi, eng katta qiymatiga mana bu yerda erishadi, u 1 bo'ladi. Ya'ni sinus y o'qi bo'yicha minus 1 va 1 orasida nima qiladi? Blujdat qiladi, yuradi aylanib. Endi mana bu minus yarim bo'lgani mana bu yerda bo'ladi. Buni bunday o'tkazsak, mana bu burchak bilan mana bu burchak. Bu qaysi burchak desangiz, mana bu yerda mana minus 30 gradus bo'lgan burchak. Bu qaysi burchak desangiz, bu 210 gradus degan burchak. 180 ga 30 qo'shilyapti-da. 180 nima? Mana bu yerda bunday aylanib kelsangiz 180 yana 30 qo'shilgan. Shuning uchun mana buni yozayotgan bo'lsak, men minus 1 taqsim 2 bo'layotgan bo'lsa, mana buni nima deymiz? X teng bo'ladi. Demak, minus 1 darajasi bitta o'tkazib yuboramiz. Mana buni boyna aytganimizdek 30 gradusda o'zbekchada pi taqsim 6 bo'ladi, plus pn bo'ladi. Bo'ldi, yechim bo'ladi, faqat mana bu yerda n qarashni zo'rroq deb qo'yishingiz kerak. Bunisiga kelsak, bunisida nima bo'lyapti? Sinus kvadrat manaqa bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerda mana sinus 2x ni topadigan bo'lsak, bu plus minus ilzosti 3 taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni ham nima qilamiz? Jonajon birlik aylanani tasvirlayotgan bo'lsak, faqat endi bu yerda argument 2x shunga e'tibor beramiz. Bu yerda boya aytganimdek, mana bu minus 1, mana bu 1, sinus mana shu yerda tentiraydi, burchagiga qarab, to'g'rimi? Ya'ni mana bu yerda birinchi, ikkinchi chorakda sinus qiymatlari musbat, 3-chi, 4-chida manfiy pastda bo'lgani uchun. Demak, buni qaraymiz. Mana argument 2x ligini ko'rdik. Bu ilzos 3 taqsim 2 degani mana bu yer plusligi. Ya'ni bunga mos bo'lgan mana bu burchak, mana bu burchak. Bu qaysi burchak desangiz, bunday qilsangiz 60 gradus bo'ladi. Bu qaysi burchak desangiz, bunday qilsangiz nima bo'ladi? 120 bo'ladi.
buyog'i 60 bo'ladi-da. Shuning uchun endi buni yozamiz. Keyin mana bu yerda buni minusligi mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni mana buni bunday davom ettirsangiz, buni bunday davom ettirsangiz mana minusligiga kelasiz. Shuning uchun mana buni yozsak, mana buni. Mana buni yozsak, pn qo'shib bersak, bundan pn qo'shilib bu yoqqa o'tadi, bunga pn qo'shilib bu yoqqa o'tadi. Shuning uchun hozir mana bu yerda mana 2x teng plus minus mana buni nima deymiz? Taqsim 3 deymiz, to'g'rimi? 60 gradusda plus pn deymiz. Endi nima uchun aytayotganim tushundingiz, ha? Demak, plusligidan pn desak, mana bu ikkita nuqtani olgan bo'lamiz. Minusligiga pn desak, bu ikkita nuqtani olgan bo'lamiz. Argument 2x bo'lgani uchun 2 ga bo'lib yuborish bilan nima yakuniy javob chiqadi? U plus minus p taqsim 6 plus pn taqsim 2 bo'ladi. N zo'rroq deb yozib qo'yasiz. Bu ham damini oldi. Endi mana kelamiz. Endi bu yerda nima bo'ladi? Yana shu birligiga aylana. Endi kosinus mana eng katta qiymati 1, eng kichik qiymati -1. Endi kosinus mana bu x o'qi bo'yicha tengtiraydi. Buni aytayotgan bo'lsak, bu nima bo'ladi? Mana bu yerda bo'ladi. 2 taqsim 2. Buni bunday qarasak mana, bunday qarasak mana. Buni bunday qilsak bu plus, bu minus 45 bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerda x ni nima yozayotgan bo'lsak, plus minus nima? Pi taqsim 4 plus endi 2 pn deb yozib qo'yib, n qarashda zo'rroq deb qo'ysak, bu ham namini oladi. Endi 0 2 pi orasida bo'lsa, mana bu 0 dan boshlanadi. Mana shunda bir kurga aylanib kelganda, mana bu yechim bo'ladi, bu yechim bo'ladi. Endi mana yechimlarni toping desa, bu yechim nima? Pi taqsim 4 bo'ladi, nuqta virgul. Bu yechimchi 2 pi ga pi taqsim 4 yetmaydi. U degani 2 pi minus pi taqsim 4 bo'lsa, 7 pi taqsim 4 bo'lar ekan. Demak, 7 pi taqsim 4 bu ikkinchi yechim. Demak, mana bu ikkita yechim bo'ladi bu oralig'da. Bunga kelayotgan bo'lsak, qarang, tangens 1 bala, tangens 1 bala. Bu nima? Pn ga farq qilishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun mana bu yerda tangenslarni olib tashlab, pi x kvadrat plus pi k deb beramiz. K nima? Zo'rroq. Teng nima bo'ladi? Pi x kvadrat plus 2 pi x deymiz. Mana bu bilan bunga javob beramiz. Pi ga bo'lib yuboramiz, mumkin-da bo'lib yuborish, to'g'rimi? Endi k nima bo'ladi? 2x bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu yerda qarang, tenglamaning eng kichik musbat yechimini top desa, k ni o'rniga 1 qo'yasiz-da, eng kichik musbat son, butun son 1 bo'lgandan. 1 qo'ysangiz nima bo'ladi? X teng yarim bo'ladimi? Mana shu nima bo'ladi? Eng kichik musbat yechim bo'ladi, bu ham damini oldi uxladi. Mana shunday yurunda ekanda tenglamasi. Trigonometrik tenglamalar o'zi shalpanquloq ular hammasi. Assalomu alaykum. Keyingi mana bu analitik geometriyami bir balada, to'g'rimi? Mana bu yerda mana to'g'ri chiziq tenglamasi berilgan, y teng nima? Koordinata boshida o'tgandan keyin mana shunaqa ko'rinishda, bunisiniki bu ko'rinishda bo'lsa, mana bu burchagimiz 30 gradus, buni burchi hammasi 60 gradus bo'lsa, orasi nima bo'ladi? 30 chiqadi, to'g'rimi? Buni yozib qo'yamiz mana. 30 gradus ekan. Endi bu 90, bu 90 bo'lsa, bu nima bo'ladi? 150 bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu bilan bu teng, bu bilan bu teng bo'lsa, to'g'rimi? Mana buni hozir mana shunday tutashtirib olsam bor-ku, bu deltoid-ku, deltoid. Mana buni bunday tutashtirsam, baribir buni topishim kerak-ku, mana qarang, KL'ni topishim kerak, to'g'rimi? Shuning uchun bezarar mana buni tutashtirib qo'yaveray. Endi qarang, buni topaman-ku. Mana u o'z-o'zidan topiladi, chunki bu o'rta chiziq bo'ladi mana uchun. O'rta chiziqligini любой odam ko'radi. Ana endi buni topsam, bu o'z-o'zidan hal bo'ladi. Endi buni topish uchun qarang, mana deltoid bo'ladimi? Mana uni bunday tutashtirsam, deltoid bo'lgandan keyin mana 90 bo'ladi, u неважно. Mana 15 bo'ladi, to'g'rimi? Keyin mana 30 bo'lsa, bu 45 bo'ladi, to'g'rimi? Bu 45 bo'lsa, a bilan bir teng bo'ladimi? 45 bo'lgandan keyin bu mana bu chiziqda davomi nima bo'ladi? Mana bunday qilib davom ettiraversangiz, y teng x bo'lib qoladi. Demak, bu bilan bir teng bo'ladi. Bu yerga kelsak, bu nima bo'ladi? 2a kvadrat teng 144 bo'lsa, 72 bo'ladi. 72 36 kare 2 bo'ladi. Demak, 36 dan 6 chiqadi, ildizosi 2 qoladi. Значит, a nima bo'ladi? 6 ildizosi 2 bo'ladi. Ana endi mana bu yerda mana buni topadigan bo'lsak, bu bor-ku endi mana. Buni topadigan bo'lsak 12 bo'ladimi? 12 mana bu yergacha. Yo, mana uni hozir bunday qilsangiz mana. Mana bu 6 ildizosi 2 bo'ladi. Mana bu ham 6 ildizosi 2 bo'ladi. Endi bu kvadrat-ku endi bu. Kvadratni diagonali mana shunga ildizosi 2 ni ko'paytirganingiz bo'ladi-da. 6 ildizosi 2 yu 6 ildizosi 2 bo'ladi koordinatasi. Endi mana bu 12 bo'lsa, mana bu 90 ku mana bu yer. Mana bu nima? 15 gradus, to'g'rimi? Mana buni topadigan bo'lsak, mana bu noma'lum-ku mana bu. Mana shuni x desak, demak sinus 15 gradus nima bo'ladi? Mana bu bo'lingan 12 bo'ladi. Ha, mana qarang. Sinus kvadrat 15 gradus teng nima bo'ldi? X kvadrat taqsim 144 bo'ldi. To'g'rimi? Buni kvadrati taqsim buni kvadrat. Endi sinus kvadrat 15 ni biz bilamizmi nimaga tengligini? Ha, 1 minus kosinus x da 30 degani ildizosi 3 taqsim 2 bo'lingan 2 degani teng x kvadrat taqsim 144 degani. To'g'rimi?
Bu 2'ni bunday qilib tushirib yuborsak nima bo'ladi? 4 bo'ladi. Mana 4 ga qisqartirsak, mana bu yerda 2 minus ildiz osti 3 teng bo'ladi x kvadrat taqsim buni 4 ga bo'lsak nima bo'ladi? 36 bo'ladimi? Demak, x kvadratimiz nima bo'ladi? X kvadrat barobar mana x kvadrat barobar nima bo'ladi? 36 ko'paytirilgan 2 minus ildiz osti 3 bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi mana bu yerda mana bu 75 mi mana bu? Bu 75 bo'lsa, mana buni topayotgan bo'lsak, shuni 2 ga ko'paytirsak bo'ldimi? Buni topdikmi biz? Demak, endi mana bu 90 bo'lsa, bu gipotenuza bo'lyapti. Bu 75 bo'lsa, demak mana buni sinus 75 nima bo'ladi? Sinus 75 gradusimiz teng bo'ladi. Qarshisidagi topilish kerak bo'lgan KL ni yarmi taqsim x bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bu KL ni yarmi x bo'ladi. Sinus 75 ni topalamizmi? Yo'q, mana yer plus bo'ladi. Keyin mana bu yerda mana bu 4x kvadratni qo'ysak chiqadi-da. Hisoblab qo'yamizmi? Ha, shu yerda hisoblab qo'yamiz. Mana KL ni topish kerak-ku. Endi qarang, sinus 75 degani buni kvadratga ko'tarsak, mana buni plusligi bo'ldi, ya'ni 2 plus ildiz osti 3 taqsim 4 bo'ldi. Teng KL ni kvadrati taqsim 4x kvadrat bo'ldi, to'g'rimi? KL ni kvadratini topadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Mana bu 4 larni shunday qisqartirib yuboramizmi? KL ni kvadrati bu ko'paytirilgan bumi? Ha, mana buni hozir x kvadrat o'rniga olib kelib qo'ysak, demak KL 6 chiqyapti. KL 6 chiqsa, mana bu yerga 6 yozib qo'yasizmi? Keyin bu yerga 12 yozasizmi? Cho'tkimi? Bu milliy sertifikat keyingi planimetrik masala mana shunday to'g'ri burchakli uchburchak berilgan, b uchidan nima bisektrisa chiqarilgan, b degan, keyin mana bu yerda ham 90 gradus qilib shunaqa d nuqta tanlangan. Demak, bu a 3 ga teng, y si 5 ga teng bo'lsa, x ni toping deyapti. Endi mana bu bisektrisaligidan nima bo'ladi? Mana bu 3n bo'lsa, buni hammasi 5n bo'ladi. Ya'ni 5n bu nima? B sini uzunligi bo'ladi. Chunki bisektrisal xossasi proporsional kesma ajratadi-ku. Endi mana bu yerda bu 5n bu 3n bo'lsa, mana bu 4n bo'ladi. 4n 8 ga tengligidan n teng 2 ligiga kelib chiqadi. Demak, n teng 2 ligiga kelib chiqsa, mana buni yozadigan bo'lsak, bu 6 bo'ladi, bu 3 bo'lsa, bu ildiz ostida 45 bo'ladi. Pifagor bobodan. Ana endi mana buni alfa desak, bu ham alfa bo'ladi. Bisektrisalligidan mana bu nima bo'ladi? 90 minus alfa bo'ladi, bu ham alfa bo'ladi. Keyin bu alfa bo'lsa, mana bu ham nima bo'ladi? 90 minus alfa bo'ladi. Mana bu 90 plus alfa bo'ladi. Endi mana bu yerda sinus teoremasini yozsak, bu x bo'lingan nima? Sinus alfa teng 5 bo'lingan nima? Kosinus alfa bo'ladi. Ya'ni sinus 90 plus alfa kosinus alfaga teng. Buni yozdik. Endi mana bu yerda sinus alfani topadigan bo'lsak, sinus alfa nimaga teng? Ha, to'g'ri aytasiz. 3 bo'lingan ildiz osti 45 ga teng. Kosinus alfa nimaga teng? 6 bo'lingan ildiz osti 45 ga teng. Endi mana bu yerga shuni mos holda qo'ysak nima bo'ladi? Bu 2 marta katta bo'lganligi uchun x nima chiqadi? X 2,5, ya'ni 5 dan 2 marta kichik chiqadi. Demak, x ni topish kerak edi, bu 2,5 chiqdi mana. Bundan ham oson usul bo'lsa, albatta bor bundan oson usul. Izohlarda yozib qoldiring. Keyin mana buni planimetri bilan shug'ullanayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Asli bu shalpanquloq misoli turkumiga kiradi. Rahmat. Mana keyingi milliy sertifikatga tushgan nima? Planimetrik masala teng yonli uchburchak berilgan. Bu yerda AB bilan BC teng ekan va CN va BM bisektrisaga o'tkazilgan. Mana u ham bisektrisa ham balandlik ham mediana bo'ladi, to'g'rimi? Endi demak, teng yonli bo'lgani uchun. Mana bu yuza nimaga teng deyapti? 25 ga teng deyapti mana. Keyin bu yuza nimaga teng deyapti? 40 ga teng bo'lsa, hammasini yuzasini toping deyapti. Shundaymi? Ana endi bu bisektrisaligidan qarang. Bu yuza bilan bu yuza berilgan bo'lsa nima bo'ladi? Mana bu 5n bo'ladi, bu 8n bo'ladi. Bisektrisa shunaqa proporsional ajratadi-ku. Ana endi buni shunday ajratgan bo'lsa, mana bu ham mediana, ham balandlik, ham go'rdi bola bo'lgani uchun bu t bo'lsa nima bo'ladi? Bu ham t bo'ladi. Keyin mana bu bilan bu teng bo'lsa, bu 65 bo'ladimi? Endi bu bisektrisa bo'lgandan keyin mana bu bilan mana buni nisbati 8 bo'lingan 5 kabi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda 2t, mana bu 2 ta yuza plus 40 bo'lingan nima? Mana bu 90 teng bo'ladi 8 bo'lingan 5. Mana bu n'lari qisqarib ketdi-da nisbatni qaragan paytimiz, to'g'rimi? Mana bu 5 bilan bu 90 ni qisqartirsak 18, to'g'rimi? Endi mana bu 18 bilan mana buni 2 ga qisqartirsak nima bo'ladi? Bu 2 ketadi, mana bu 20 bo'lib qoladi. Keyin bu nima bo'ladi? 9 bo'ladi. 9 kere 8 72, 20 ni bitta tepsak nima bo'ladi? 52. Demak, t nima chiqar ekan? 52 chiqar ekan, to'g'rimi?
Buni hammasini hisoblasak mana bu 90, 90 ga bu 130, 130 ga 252. 130 plus 252 104 bo'lsa, buni jamini qo'shsak nima bo'ladi? 234 birlik kvadrat bo'lar ekan. Buni to'liq tushungan bo'lsangiz, milliy sertifikatlanib yurgan nima geometr o'rtoqlarga tashlab qo'yasiz. Xursand bo'ladi. Rahmat.